demayapti-yu. Yo dedimi? Nima qiladi pretenziya bil? Men bir ha degim keladi, bir yo'q degim keladi. Sadlan o'zini oqlab olsa, Qo'pol qilib aytaman. Kesmaysiz. Bitta ikkitasi chopildi dedingiz-ku. Dizaynni hech kim chopmagan. Biza ursak ham bir-birimiz bilan bosh qilsak ham baribir shuncha yildan beri Mashhurlarning akasiman. 25 yil kichkina so'roq emas. Vaqtim yo'q deb osonda. Ko'zingiz bilan qarab turganda qiyin. O'sha yerga chaqirib, o'sha yerda gaplashdik. Siz yurgan yo'llarda biz yurganmiz. U yo'llardan o'tasiz. Elmurod ham xuddi shunaqa dizayn maktabidan chiqqan, o'sha bolalarga o'xshagan bitta o'quvchi. Prosta o'zidan o'zi jim bo'lib ketib, o'zidan o'zi mana bunaqa o'tda bundoq gapirish endi yaxshi emas. O'zingizni uyingizni, bolangizni nima xohlayapti, nima u qiyshayib qoldi, nima endi ariyoqqa ketib qoldi, nima kelmayapti, siz uni juda yaxshi bilasiz. U shart emas, anta o'zini opravdat qilib bundoq qilish. Shahloni o'zini действительно shu mavzuni ochmasdan turib chaqirib oldik o'sha kuni. ular bu jamoani ichidami yo bu yilmi faqat? O'shadagi Konsert o'tadi ham, pul ham, boshqasi ham, hammasi o'tadi. o'shadagi Labbay. nima yig'iladi xossiz aka? Ayo, normalniy. Yo, aka, qiziqdim men hozir nima yig'iladi. O'ylaysiz, bular meni yaxshi ko'radi, men bularni yomon ko'raman. Iya. Biza hech kimga hech qatta Elmurod bunaqa qilib ketdi, bekor ana qildi degan gaplarni gapirmayapti. Bu narsa bizga noto'g'ri ta'sir qildi, tushunasizmi? Biza pul uchun konsert bermayapmiz, aytib qo'yaylik. Men qattan bilaman o'shalar ayting. Nimaga yozyapti unda? Okey. Bu aytganda sizlarda olimlar shikobdan chiqadi faqat. Negativni biz boshqara olmaymiz, uni biz tanimaymiz ham, bilmaymiz. Abdurahmonga ham, Qobilga hammaga bordi, menga ham bordi. U pulni top degan, u pulni ishlat degan. Ta'sir qiladi-yu. Alam aralash hozir men Abdurahmon gapirdi, to'g'rimi? Bekorga ovoz baland bo'lgan yo'q. O'zimizni hayotimizni o'zimiz maza qilib tinch yashaylik demaylik. Shunaqa fikrga bormoqchi bo'lsang, bor Qobilni oldiga bor, Sadiyni, meni oldimga kel, Abdurahmon. Ikki ovoz gaplash bizlar bilan. Oldin bil. Poyezd davom etadi yo'lida, undan oldin ham davom etgan, undan keyin Poyezd ketaveradi, chiqdi, tushib qoldi. Biz yo'ldamiz. Mohir ustalar tanlov shiori bilan tanilgan Decoart kompaniyasi zamonaviy dekorativ qoplamalar, original ranglardagi lak va bo'yoq mahsulotlari, eshik, romlar va binolarning fasad qismini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli barcha mahsulotlarni respublikamiz bo'ylab va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda yetkazib beradi. Decoart kompaniyasi xonadoningiz dizayniga mos bo'lgan mahsulotlarni tanlab berib, uni to'g'ri qo'llash borasida ham o'zlarining qimmatli maslahatlarini ayamaydi. Ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Decoart mohir ustalar tanlovi. Assalomu alaykum Cho'tki TV kanal kuzatuvchilari, barchalarni ko'rishtirganimizdan xursandmiz. Bugun yaxshi kayfiyat bilan telefoninglarga, kompyuterlarga, xonadonlarga mehmon bo'layotganimizdan ham xursandmiz. Bugungi qahramonlarimiz dizayn jamoasi. Men alohida ko'rsatuv avvalidanoq aynan Cho'tki TV jamoasini hurmat qilib va ijodiy hamkorlik uchun yo'q demasdan vaqt ajratganlar uchun avvaldan kattakon rahmat va biz sizlar bilan ularni diydorlashtiramiz. Marhamat, ko'rishib olishingiz mumkin. Menimcha dizayn jamoasi nomidan bitta Dilshod akam salomga ali yosilib bo'ldi menimcha. Telegramda yozamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Yaxshi o'tiribsizlar, uydinglar yaxshimi? Xush kelibsizlar. Xush kelibsiz ham. Rahmat. Men taklifimga nimaga yo'q demadinglar? Yo'q desang ham tinch qo'ymaysiz-ku. Nega yo'q demadinglar? Menga shu savol birinchisi qiziq bo'ldi. Chunki men bilaman dizayn jamoasiga nafaqat men, balki boshqa jurnalistlar ham murojaat qilishganligini xabarim bor. Ichda o'la gap. Dardimiz yig'ilib ketgan dedi. Yo, o'zi oxirgi yillarda Boston o'zingiz agar siz o'tgan bo'lsangiz, konsertimiz oldidan siz bilan suhbat qilish bir urushga kirib qoldi. Shuncha endi mana shu urfni buzmaslik maqsadida sizga yo'l olmadik-da. Rahmat kattakon albatta. Xo'p, avvalo hammanglarning xonadonida tinchlik, xotirjamlik tilayman va albatta savolim o'z-o'zidan tomoshabinlarga ham qiziq bo'ladi. Bu yil konsert nomi juda ham hammani qiziqtirdi. Bu rejalimi yo bu ehtimoliymi? Tarqaladi. Tarqaladi ham rejali bo'lar ekan. Kimdir reja bilan tarqaldi-yu. Bizning tarqalishimiz rejali. Hop, konsert nomiga to'xtalmoqchiman. Yo'q, nomida tarqaladi so'zi u jamoaning tarqalishiga aloqasi yo'q bu narsa. Bu boshqacha tarqaladi u. Boshqa ma'noda kelgan tarqaladi. Vaqt o'tgandan keyin tarqaladi, shunaqa tarqaladi. Narkoz tarqaladi, shunaqa narsa u.
Xo'p. ijod mahsul professionalizm shunaqa tarqaladi degan maqsad ham bor. Kimni taklifi bu? Kimni g'oyasi bu? Nimaga O'tiribdi mana hamma taklifchi. o'zimiz o'zaro maslahatlashib chiqdi shu anaqa gap. Konsertni Nomini nima qilib qo'yamiz, qanaqa qo'yamiz? Menimcha adashmasam birinchi bu Qobilni og'zidan chiqdi shu so'z. Tarqalish so'zi. Marhamat. Kecha bo'ldi tarqalamizmi dedi Qobil. Keyin shu bilan shu qo'yilib ketdi. Konsert repertuarida bormi bu tarqalishga bog'liq narsa? Yo'q. Yo'q, a? Xo'p. Bu yil konsertdan odamlar kutayotgan va kutish kerak bo'lgan narsa nima? Avvalgi konsertlarni ko'rganmiz. Men sizlar bilan suhbatga tayyorlanish jarayonida boya aytdim, Dilshod akamga ham konsertda o'tgan yil ko'rib chiqdim. Ko'p ijtimoiy masalalarga yumor orqali yondashilgan va menimcha natijali bo'lgan konsert. Ya'ni o'sha odamlarni kuldirish kerakmi? Ha, konsert deyish kerakmi? Ha, yegan. Bu yil nima kutibsan? Nima taklif beryapsizlar bu yil? Ijtimoiy muammolar, o'sha telefon internetda bo'layotgan muammolar, yoshlarning ularga mukkasidan ketib kirib ketayotganini o'tgan yili to'g'risini aytganda uni ham fikrini boshida Qobil berdi. O'sha Mark Zuckerberg qanaqalarni yoshlarimizni ongini sal bo'lsa ham shu ko'tarish. Keyin agar ko'rgan bo'lsangiz shu kitobga jalb qilish masalalar. Abdurahmonning gaplari bor-ku, kitob o'qigandan ko'ra men Instagramga o'tkazib qo'yganman degan gap. Endi kim qanaqa tushunadi uni? Bu yil xudo xolisa o'zimizning o'zbek chapani chiroyli temalarga qo'l urilgan. Ijtimoiy muammolar ham bor, qisman. Qisman bor. Bu asosan chunki o'tgan yilgi konsertdan o'zimizni ko'nglimiz to'lmagan, birinchi navbatda. O'zimizni ko'nglimiz to'lmagan. Ishlar sabab bo'ldimi, boshqa bo'ldimi, yaxshi vaqtimiz yetmadimi tayyorgarlik ko'rishga uni bilmayman. Balki tanlagan mavzularimiz noto'g'ri bo'lib chiqqandir, har xil sababi bor. Shuning uchun bu yil kulmagan chakaga yurib bo'lsa ham kuldiramiz. Men tomoshabinlarga bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Bugungi suhbatimiz aniq yumordan sal uzoqroq bo'ladi. Maqsadim shu, chunki hamma yumor konsertga olib qo'yilgan. Men imkon qadar jiddiyroq masalalarda savol berishga harakat qilib savollar tuzganman va sizlardan kelgan savollar ham javobini efir oxirigacha ham ko'rasizlar va katta rezonans beradigan o'zgarishlar bor. Menimcha suhbat davomida buni ham bilib olamiz. Abdurahmon, sizning fikringiz? Endi bilmasam endi. Nima deyishga ham hayronman hozir. Avgust, sentyabrlargacha bo'ladi. Nima bilmasam sabr endi. turasizlar endi. Yaxshi bo'ladi deyishyapti-yu. Xo'p, Qobil. Ma'no jihatdan ma'no berishga harakat qildik-ku, lekin odamlarga hozir ma'no yoki de bunaqa qilib bu mana yo'ldan yur degan kerak emas ekan, shunchaki kulib chiqib ketsa bo'ldi ekan. Bu yil harakat qilamiz shu ulfatlar yo oilaviy mavzular, ko'chada uchratib qoladigan hazillaringizdan foydalanishga. Unaqa Ko'proq xalq ichida yurgan narsalardan. Chunki xalq ichida hali yurmagan ekan Elon Musk, Pavel Durov, Og'irlik qildi. nima ish qilyapti, nima tushunadi, qilyapti, kim u tushunmadi. narsaga shunaqa kimdir tushunib qoldi, kimdir tushunmadi. Dilshod akam aytganlaridek ular oddiy xalq sifatida oxirida aytganlar-yu, Munis nima Argentinada tug'di deb. Shunaqa narsalar qiziq ekan bizning xalqqa. O'shaning uchun shunaqa narsalarga ko'proq e'tibor berilgan bu yil. Siri ergashtiruvchi emasmisizlar? Ergashasizlarmi? Yo'q, ergashishda emas gap. Odamlarga nima kerakligini bilib shunga qarab ishlaymiz deganlarga hozir bu savol beraman. Yo'q, odamlarga nima kerak, o'shanga qarab ishlaymiz degan gap. Qayerda kim gapirdi gap? Yo'q, hozir odamlarga kerak emas ekan, odamlarga mana bunaqa narsa kerak ekan degani uchun. Odamlarga kerak bu hozir ma'nosi boshqa. Bu boshqa ma'noda gapiryapti. Biza Og'irroq mavzu tanlab qo'ydik o'tgan yilda. Biza zamonaviy, mana zamonaviy, innovatsion zamonmi hozir, to'g'rimi? Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, televizor ko'rib o'tiribsiz. Men o'sha ofisda ham ko'p gapiraman-da. Alisher Navoiy kim desibdi o'zbek bolaga. Mustaqillik maydonida bitta bola intervyu olibdi. Metro deyapti. O'shalarni ko'rgandan keyin Qobilga keladimi? Mana Alisher Navoiyni metro deyapti. Alisher Navoiyni tanimayapti. Konsertga tiqaylik bu narsani. Bilsin shular. Alisher Navoiyni, Mark Zuckerberg nima ixtiro qilgan misol uchun, Pavel Durov kim, u nima qilgan? Shularni bular bilib qo'ysin degan maqsadda o'sha narsa qurilgan edi. Xo'p, kelinglar endi mana bunaqa qilamiz. Har bittalarga o'zingizlarga tegishli bo'lgan mavzu haqida gaplashaylik. O'tgan yili konsert repertuarida Qobil, Abdurahmon, Sadr, Dilshod akam, yana boshqalar o'ziga xos obrazlarni yaratishda. Oqlab beringlar obrazinglarni. Sizlar haqliginglarni, obrazinglar bilan nima demoqchiliginglarni, nega unaqa deyapman? Misol uchun negativni biz boshqara olmaymiz, uni biz tanimaymiz ham, bilmaymiz. Abdurahmonga ham, Qobilga, hammaga bordi, menga ham bordi. Sadrlar
Fathullayev o'sha bangilarning rolini o'ynab targ'ib qilib qo'yapti degan fikrlar otiladi, toshlaydi. Bo'lishi mumkin. Men bir ha degim keladi, bir yo'q degim keladi. Sadrlan o'zini oqlab olsa, bu deb kulib gapirib, o'shani hol ahvolni ko'rsatib qo'yapti, sana ertaga shunaqa bo'ladi. Chaka o'rnashingni xohlasang. Misol, shuni uchun aytmoqchimanki, hozir har bittanglar o'zingizlarga yarasha obraz yaratgansizlar. O'tgan yilgi uzoqqa borib bering. O'tgan yilgi obrazinglarni har biringlar oqlab beringlar. Lishni mani bangi obrazimga keladigan bo'lsa, birinchidan men u faqat konsertda emas, Instagramlarda ham ko'p foydalanaman bu obrazdan. Hech qachon nasha chaksang yaxshi bo'lasan degan gapiga shunga yaqin yoki bo'lmasam, mana shu zo'r kayfiyatni ko'tarib turadi bu narsa, zo'r deganga yaqin narsa qilmayman hech qachon. Bizning jamoada ham bu narsa qilinmaydi. Qilamiz, yumorini qilamiz. O'sha qaysi ahvolga tushishini ko'rsatiladi. Misol uchun-da. U обязательно nashadan yoki boshqa tabletkadan bo'lishi ham mumkin. Ichkilarning ahvolini ko'rsatib beramiz. To'g'rimi? Mana Qobil bilan nuqul alkash bir obrazda chiqamiz. Bu degani ichsang zo'r ekan degani emas. Oxirida nima bo'ladi? Har doim sahnaning oxirida yo chakkan, yo ichgan odam parod bo'lib, yo sahnadan qochib ketadi, yo kimdir uni ustidan kulib tashlaydi. Oxiri xor bo'lishini qisman endi. Qochibda endi anu xor bo'lib, alkash bo'lib ko'chada o'lib qolganlarni ko'rsata olmaymiz sahnada, lekin qisman shu narsaga harakat qilamiz, to bu narsa yaxshi narsa emasligini ko'rsatib berishga. Endi o'sha boyaga idilishda ham aytganlar, kim qanaqa qabul qilib oladi, o'ziga qanaqa tushuncha oladi. Bizdan ham kamchilik o'tib, biz ham ideal inson emasmiz, ideal bo'lishga harakat ham qilmaymiz. Qilamiz. O'zimizning idealimiz bo'lishga harakat qilamiz, xolos. Kimnidir ideali bo'lishga hech qachon harakat qilmaganmiz. Ideal insonning o'zi yo'q. Mana shu o'tgan yil konsertda Qobilga aytganman, Instagramga o'tkazib qo'ydim. Hozirgi yoshlar. Uni tan olish kerak hozir. Hamma shu Instagramda. Tan oling. Tualetga kirsa ham video, ovqat yesa ham video, misol uchun pomidor yeydimi, magazin kiradimi, falon joyga boradimi? Ularga hozirgi yoshlarga shu qiziq, like, kimni fikri, kommenti. Hozir zamon shunaqa bo'lib qoldi. Nima yeb ichyapti bilmaydi. Umuman birinchi blokda shu haqida aytilgan. Shu haqida aytilgan. Instagramga qarab Instagramga kiring, hozirgi kichkina 15 yosh, 14 yosh bolalar ham hamma shu qo'ygan videosini ko'radi, like bosadi, komment bosadi, o'zi o'shanga taqlid qiladi. Aytganda, sizlarda olimlar shikobdan chiqadi faqat deb. Chunki sizlarda olimlar faqat shikob ichidan chiqadi deb shunga aytgan. Qani, hozir bittasi, "Voy, men bunaqa qildim, men bunaqa qildim, men darsda men bilan kamdan kam. Juda kam. Lekin asosan ko'rsangiz, tualetda ham rasm, bitta shu o'tirib ish qilayotganda qo'ymayapti-da bo'ldi. Shunaqa. Shuni tushunib oldi ular, noto'g'riligini demoqchi. Tushungan tushundi. Ha. Olgan oldi. Misol uchun birovga tushunmasa uni urib, majburlab tushun deya olmaymiz. Uni o'sha qabul qilgan qilar ekanda, qabul qilmagan yana o'sha yo'nalishda ketaveradi. Yuraveradi. Shunaqa. Tushunali, qobilsiz. Endi men o'tda o'sha Elon Musk rolda chiqqanman. Bu haqiqiy bizlarni kutib olgan o'zbek bilan talashganimiz. O'tda Elon Musklar yaratgan narsasi o'zbekdan ham o'zi aslida orqada ular degan narsani ham aytganmiz. Limit qo'yilgan boshqa sizlar kechga qolgan narsalar deyapti. Oxirida o'zim buni olimlar shikobdan chiqadi degan bu sizlar Telegramga qaratib qo'yganman. Qarindosh uruvchilikni uzilib ketgan Telegramni deb aytgandi. Men ham oxirida yopib berganman, shu hozir buni eshitayotgan odam qabul qiladigani to'g'ri qabul qilyapti, noto'g'ri qabul qiladigani shunchaki statusga yo istoriyaga qo'yishlik zo'r gap ekan deb oddiy qabul qilyapti deb gapirib qo'yganman. Tamom, u gapirgani foydasi yo'q deganim, foydasi yo'q odamga. Oxirida Dilshod aka u haqiqiy o'zbek sifatida Munisa Rizayeva nima Argentinada tug'di deb savol berganlar, ta'sir qilmaydigan odam sifatida. Hammasi ham bir bo'lib o'shanga kulib, tushunarli. Dilshod aka siz. Endi Bositxon hozir boshida mana shu savolni berganingizda men tushunganimga javob bermoqchiman. 2 yil 3 yil oldin bo'lsa ham qilgan ijod mahsulotlardan qanaqa sizlarga addacha bo'lgan demoqchi bo'ldingizda menimcha ishlagan. Tomoshabin shu o'zini to'xtatganmi, sizlar bilganmisizlar bu narsani? Sovchi degan sahnamiz bor. Qobiljon Sitora bilan keladi. Qobil bo'sh men qassob erman, mo'ylovlarda
oldi berdi anaqalar borku. Kelishuvlar, gaplashib olishgan. Mana shu sahnani qo'yganimizdan keyin mana shu to'rttalamizga rahmat kelgan xati. Ko'chada odamlar anaqa qilishgan. Ko'p oilaga foydasi teggan shu sahna ko'rinishimizni. Abdurahmon ham to'g'ri gapiryapti. Qiz uzatayotgan otalar buni ko'rsa bunga, buni ko'rsa bunga, mani ko'rsa, qobilni ko'rsa rahmat dedi. Shu narsani guvohi bo'ldik. Balkim kimgadir bizni hozir maqtayotgan tuyulib qolishimiz mumkin. Lekin men bitta narsa, mana shu fikrimni yopmoqchiman. Agar mana shu bizani qilgan ishimiz shu qiz uzatayotgan otani bir qanaqadir yoni bo'lib, shu narsani to'xtatgan bo'lsa, o'shaning orqasidan biza bachkanami masxarovoz bo'lsa, biz masxarovozmiz, biz bachkanamiz. Agar mashnaqa yo'ldan odamlarni tarbiyaga chaqira olsa, bemalol masxarovoz, bachkana bemalol. Shunaqamiz biz. Endi bugun suhbatimizda o'rtoqlar biron bir noodatiy narsa kutmanglar. Men rostdan aytaman, samimiy va tanqidiy suhbatga tayyorlanib kelganman. To'g'ri qabul qilsanglar agar men hammanglarga beraman, chunki hammanglar sahnada turgansizlar. Nima demoqchi bo'lgansizlar ikkinchi variantida shuni so'ramoqchiman. Agar menga ham shu javobni bermasanglar, Dilshod akamdan boshlab hammanglarga siqyapti mana ikkinchi variant. Varianti yo'q. Analiz qilib ko'rdim deb qatdan kelib qolgan bu to'g'ri zo'r yumor. Zo'r topilma. Lekin ikkinchi variantda aniq dumsiz-da o'tdi. Hammasi dumli. Hammasi. Dizaynda hech qachon unaqa to'shay narsa qo'lga chiqib turib oyog'im tufli siqyapti desa odamlar demaydi-da. Misol o'zi. Lekin tomoshabin dod degan. Bitta sahna ko'rinishini boshidan oxirigacha tushunib olishingiz kerak-da. Balki meni kamchiligim. Nimaga tushunmagansiz? Erta u shunaqangi sostavki, bolalar tupoy. Bittasi bangi, bittasi mana alkash. Bu faqat rossiyskiy aro yoqadi deyapti. Raqqosa ham alkash, hofiz g'irt gelmon, doirachi va hech narsasi bilan ishi yo'q insonlar o'tdi. Obraz shunaqa. Tushunasizmi? O'tdi o'zaro suhbat chista tupizm. Erta siz o'ylayotgan aynan ochuvchaq, seksga taqalgan narsa muhim birinchi o'rinda turmaydi erta u sahna ko'rinishida. U sahna ko'rinishida bularni bir-birini gapini tushuna olmasligi turadi. Tufli oluvdim, siqib tashladi. Tushunasizmi? Nima dodlayapsiz? Tufli oluvdim, siqib tashladi. Yangi tufli oluvdim, siqib tashladi. Bo'shashtiraymi deyapti. Bo'ldi, uraverasiz yo'q. Bu qo'yib yuboradimi? Yo'q, men bo'shashtirsam qo'yib yubormaydi, kamida 2 soat ushlab oladi, ha? 2 xil ma'no ketyapti. Bu yoqdan bu aralashganga siqyaptimi deyapti, lekin biz nima qilib qo'yganmiz? Boshida tuflini etib qo'yganmiz. Biz shunaqa narsa yozamiz-da. O'shani joyi keladi. Omil Abdurahmon Sadiq qarab turamiz, portlaydi deydi-da, o'sha gap aytadi. Miq etmaydi hech kim. Hech kim kulmaydi. Prosta ana falonchi bilan pistonchi degan gap haligi orasida anaqa bo'lib ketadi. Sizga nima desam bo'ladi? Sizga gapira qolaman, ko'p ko'rgan ayol ekansiz degan mana oddiy gap bor. Shuni portlab ketishini biz bilmaganmiz. Undan kuchli, undan yumor qilib, hozir portlaydi degan gapimiz umuman kulgi emas, jimjit bo'lib o'tib, oddiy bitta gap. Hamma har xil qabul qiladi. Endi bitta narsa aytib o'tmoqchiman. 3 ta ko'r bilasiz-a, voqeasini. 3 ta ko'rga mana bu fil degan hayvon deb uchalasini jo'natib yuborganda, bittasi borib qulog'ini ushab ko'rgan, bittasi borib dumini ushab ko'rgan, bittasi borib xartimini ushab ko'rgan. Keyin so'rashgan, qanaqa hayvon ekan? Fil desa, qulog'ini ushagani yapaloq hayvon ekan degan. Dumini ushagani ingichka hayvon ekan degan. Xartimini ushagan yo'g'on hayvon ekan, uzun degan. Tushundingizmi? Ularning har xil tasavvurini. Fil turibdi lekin hamma har xil tasavvur qiladi. Xo'p. Unda mana shunga yopishib olgan bo'lmaydi, lekin bitta narsani to'g'ri, hammanglarga bitta savol. Faqat rostini javob beringlar. Shu hazilni hamma ko'rdi. Ko'chada ulfatmi, begonami, farzandinglarmi sizlarga biron bir ish buyurganda siqvordingiz deb javob qaytarsa, mana shu yumordan kelib chiqib, qabul qila olasizlarmi? Demaydi. Nega? Demaydi. Balki boshidagi o'sha dumsiz qirdan ko'ra siqyaptimi degani chiroyliroqdir balki. To'g'rilaganimiz plyusdir. Primoy sizlarga siqyaptimi deb murojaat qilmayapti, o'sha prikolni eslatsa davommi? Yo'q, xijolat bo'lmaymiz. Normal qabul qilasizlar. Normal. Yo'q, uni mana yumor, qiziqchilik, askiyani tarixiga nazar solsangiz, mana oldi yechim berib oling. To'xtab turing, men yechim berib olay, oldin ochdingiz, oldin yopinglar, keyin yechasiz yana. Mana yechim berib olay. Dizayn bilan 2 marta jamoaviy suhbat qilgan bo'lsam,
Menga shaxsan murojaatda shunaqa deyishdi. Sen dizaynga paxta qo'yding, sen dizaynni oilaviy ko'rish mumkin emas joylarni gapirmading degan e'tirozda bo'lgani uchun men gapiraman. Oldindan yechim berib qo'ying. Mana nimaga men bunga yopishib olganim sababi va bunga o'xshagan keyingi beradigan savollarimda ham yopishayotganim sababi paxta qo'ymasligimni tomoshabin tushunib olsin. Yo'q, bajaralisda. Babo, Men shuning uchun tomoshabiningizga oldin tushuntirib aytaman. qo'yaymi? Tomoshabinimiz Baraka top tomoshabinlarimizga, sizni kuzatuvchilaringiz demoqchimanda. Menga yozishgan deganlaringizga. Biza alhamdulillah shu kungacha birorta konsertimiz ota-onamiz, farzandlarimizsiz o'tmagan. Hammaligi kelishadi. Ular ham o'zligini fikrligini aytishadi. Biza ham xuddi shunaqa ozgina naglilashib ketib qolsak, hazil qilar ekanman deb sal po'shliklashib ketib qolsak, uyda kelgandan keyin adab aytadilar menga misol uchun. Onam aytadilar, o'g'lim sal oshirib yuboribsanlar mana joylarini deydilar, tushunasizmi? U boya aytdi-ku, biz ham ideal odam emasmiz. Biz ham qaysidir hazilli chiroyliroq ketsa kerak deb o'ylaymiz, nagli qilib qo'ygan bo'lamiz, bilmay qolamiz. Lekin bilib qo'yinglarki, askiyani oldingi ota-bobolarimiz davriga qaytasiz. U faqat bizada emas, butun dunyodagi hazil двухсмысленный bo'ladi har doim. Ikki xil ma'noga ega bo'lgan narsa bo'ladi har doim. Lekin nagli emas. Ha, shuni boya aytganimdek, оправданиясini qanaqa qilib olishingizga bog'liq. Qanaqa qilib olishingizga bog'liq. Qo'pol qilib aytaman, kesmaysiz. Sahnada prezervativ olib chiqib, o'shani ko'rsatib, hazilli keyin ko'tini yopmoqchi bo'lgan bilanchi, u ko't ochuvligicha qolib ketadi. kichildi u. Ha, bo'ldi o'sha. Tushundingizmi? Lekin biz hech qachon shu ishni qilmaganmiz. Oldin оправданиясini qo'yamiz. Keyin mana Dilshod akam ham, Qobil ham shu so'z anaqa ssenariy yozayotganimizda sal menda ko'proq bo'ladi bu narsa. Sal qo'pollashib ketaman. Bunda ham bo'ladi bir xilda. Nagliroq hazil qilsak-chi, bu slishkim ochiq ekan deb o'zimiz ham bilamiz. Abdurahmonda ham bor bunaqa odat. Nagli emasmi deb aytib qo'yiladi bir-birimizga. Abdurahmon ham ko'p qaytaradi. U oshib ketyapti. kontrol xudsovet. Misol uchun. O'zi xudsovet o'zida-da. Bo'lish kerak, ha. O'sha narsa. Endi-da kimdir balkim oilasi bilan ko'ra olmas. Hech kim boyga suhbatga qaytadigan bo'lsa, Sadirlardan ming bor o'zi so'rayman. Bolalaringiz siqotdimi dedingiz-ku, men sraz aytdim, yo'q biz ham bolalar unaqa demaydi. Endichi oilaviy tarbiyaga ham bog'liqda. To'g'risi. O'g'lidan umuman xabar olmaydi, o'g'li pishgancha pishib bo'ldi-da, keyin o'tirib olib dizayn millionni yomonlaydi. Nima endi senga dizayn millionga bolani tarbiyalab berish kerak? Bitta konsert qo'ysa, domlalar ham chiqib qolibdi, buziladi deb o'zicha she'r bo'lib kamerani oldida gapiryapti. Qayerda u? Ota-onaning o'ziga bog'liq-ku tarbiya. Bolalarni qo'lida 10 yoshdan keyin YouTube turibdi, butun dunyo namoyishlari turibdi-yu bu. Hali dizaynni tanimasdan turib YouTube ko'ryapti-yu bular. Ularni bolalar bizlarni qayerda ko'ryapti? YouTube'dami, sahnadami, Instagramdami? Demak, borda YouTube, Instagram ular. Bergan-ku, ishonib. Biza misol uchun oilaviy ko'rib o'sha yozayotgan odamlar misol uchun yo'q, men 4 talamiz bittamiz bor uyda qo'yib berayotganimiz yo'q. Pulga sotyapmiz biletini. Yo'q, uyiga borib televizorda ko'r majburlab qo'yib bermayapmiz o'sha oilasiga. To'g'rimi? Yo'q, qo'yib beryapmizmi? O'zi ko'ryaptimi? Nimaga pretenziya? o'sha negativ yozgan odam, Yo'q, o'sha negativ yozgan odam o'zi dizayn chiqibdi deb oilaviy ko'ryaptimi televizor yoqib? Ne ko'ryapti? Men qayerdan bilaman o'shalar ayting. Nimaga yozyapti unda? Okey, bo'lmasa Abdurahmonni bolalari. Mana o'sha xotinmi, boshqami? Yaxshimisan, desa, narsa ko'rib o'tir. Tuzumsan ket. Qilyaptimi shu ishni? Yo'q, bo'pti, hozir bolam yig'layapti, qilvoraman. Qari deyaptimi? Demayapti-yu. Yo'q, dedimi? Nima qiladi pretenziya bil? Bizda hozir nafrat kuchayib ketganda, oddiy qabul qilib ko'ngilli keyin qilmayapti hozirgi. Ayrim insonlar shu negativlar ko'ngilni keyin ko'ra olmaslik u. U negativ emas, u o'zini fikrini bildirib bir tarbiyaga chaqirmoqchi emas. U ko'ra olmaslik, kuyib. Bilaman bunaqa. Unaqa odam ko'payib ketdi. Hamma ham emas, ko'paydi. Oddiy misol uchun efirda, misol uchun oddiy Instagramda yoki boshqa efir qilib o'tirsangiz, o'zidan o'zi kiradi, so'kadi. Nimaga? U odam tug'ilgan boradi lekin. U odam tug'ilganligi haqida ma'lumotim ham yo'q-da, u odam borligi haqida. O'sha yerda endi ko'rib turibman. Meni misol uchun unga zararim tegmagan, ilimini. O'zidan o'zi kirib, onang palomston,
o'zingni parampiston deydi. Nima deyish kerak? Shunaqa insonlar yozadi sizga. Menga emas, sizlarni izohiylar deydi. Yo'q, o'sha sizni Ha. kommentingizga shunaqa gryaz, betarbiya, padarga la'nat bir ifloslar yozadi. To'g'ri fikr bildirsa bostaga. To'g'ri fikr bildirsa qabul qilamiz. Qabul qilmaymiz. Sen noto'g'ri gapiryapsan demaymiz. Xulosa chiqaramiz. No, o'zidan o'zi haqorat qilish bu noto'g'ri-da. O yüzden odamga ham misol uchun shu kommentda palonchisan, pistonchisan desa sizga ham nepriyatno. To'g'rimi? Nima qilishadi? Biz ular bilan ishimiz yo'q. O'zimizni hayotimizda o'zimiz maza qilib tinch yashaylik, tegmaylar. Yoqsa ko'ringlar, yoqmasa, pajasta boshqa komanda ko'p. China ko'p emas, borgan sari kamayib ketdi. Yo'q, endi aytyapman. Ko'rgisi kelsa bizda bu borib Bunda ham variant yo'q. televizor yoqib bermaymiz uyda, ko'rdim. Xo'p, bu yerda ofitsiant emas, nazokat keldi. Qo'yishdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, agarlar yaxshi. Undan tashqari mana shu temiz yopib ketsa bo'lmaydimi? Bosqon alam aralash odamga-da baribir ta'sir qiladi. Alam aralash hozir men Abdurahmon gapirdi, to'g'rimi? Bekorga ovoz baland bo'lgan yo'q. Men o'shancha aytmoqchimanki, o'sha bizani tomosha qilib turgan, bizga mana shunaqa narsalarni yozayotgan insonlarga ozgina aqlan yondosh sindigim keladi har doim. Mana bunaqa narsa bordi, shu ko'payib ketdi deganda dizayn oilaviy ko'r bo'lmas ekan desa bo'ldi, yo'q. Bu dizayn oilaviy ko'r bo'lmas ekan. Sal aqlini ishlat, sal kirboq, sal o'ylab ko'r, ko'r oldin dizaynni. Shunaqa fikrga bormoqchi bo'lsang, bor Qobilni oldiga bor, Sadiyni, meni oldimga kel, Abdurahmon, ikki og'iz gaplash bizlar bilan. Oldin bil, ana undan keyin ayt, bizlar qanaqaligimiz. Foydasi yo'q, gaplashmasin, Mana ham buni yurursin ishlatib sholada. Buqa tug'ibdi desa hamma bor. Voy, buqa tug'ibdi. Hamma kelib telefonlarni olib buqa tug'maydi-ku. Jinni misallar, sigir emas, bu deydigan odam bo'lmayapti-da. Bachkana desa bo'ldi. Men kommentariya kirasan-da, zo'rta narsa qo'ysang, birinchi kommentariya bachkana yozilgan bo'lsa, boru 50 ta bachkana ketadi. Anu nimagaligini, anu videoni ham ko'rmaydi. Kommentariyada bachkanami? Bachkana. Xuddi shu. Mana misol uchun men efirda o'tiraman, nimadir tema bo'lib qoladi. Shu tema haqida gaplashib o'tirsa, yarimda kirib keladi. Sen o'zingdan kimni yasasan, palon. Hali boshini bilmaydi nima bo'ldi, nima. O'rtada to'g'ri kirib, shunaqa inson Sizga havas qilib kimdir san'atga qadam qo'ysa, ana shu uni hayotiga siz sababchi bo'lib keskin burilish bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin oddiy boshqa ishlarda ishlab yurgan odamning hayotini bizani konsert yoki Millionning konserti yoki Mirzabek akamniki yoki Yulduz Usmonovani konserti, Yulduz Usmonov chiqib gapirib qo'ygan qaysidir gapi yoki qaysidir san'atkorning qaysidir gapi keskin o'zgartirib bormaydi hech kimning hayotini. Xo'p, fikrlar yo'qmi boshqa? Bu yilgi bo'layotgan konsert haqida gaplashamiz. Aynan dizayn jamoasining a'zolarini o'zi mazza qilayotgan narsa nima bu yilgi konsert? Biz uchun katta shou bo'layotgan. Sizga o'zingiz mazza qilyapsiz. Xo'p, nimalarligini detalli aytmaymiz-a, shoularni aytamiz. detalli Aytsa bo'ladi nimaga? aytsa ham bo'ladi. Umuman mazza qilib xursand bo'layotganim sostavni ko'rib. Demak, odamlar qo'shildi. O'z-o'zidan chopilgan ham. Xo'p, keyin kimlar qo'shilgani? Hech kimni chopmadi u yerda. Dizaynda hech kimni chopmaydi, hech qachon. Xo'p, hozir qo'shilgan to'g'risida gaplashaylik. Kim qo'shildi? Yo'q, ochiqchasi gaplashamiz. Hozir Elmurod haqida aytdingiz. Emas, hamma aytyapti uni. Ha, biz Elmurodni misol uchun chopganmiz ham. Yo'q, Elmurod bilan gaplashgan. Bitta Qobil telefon qildi, gaplashgan ekan. Vaqtim yo'q degan. Bo'l, qarashu vaqti yo'q bo'lsa, uni hech kim majburlab olib kelmaydi. Ishi bor gapsi yo'q, to'g'ri tushundik bo'l. U har xil joyda video, balo, negativ, SMS, balo, Xo'p, Abdurahmon o'sha hozir Elmurodni belgilab bergan o'rnimi bu yo dizaynni uni o'rnini belgilab qo'yganimi shu befarqmi sizlar u kelish kelmay uni bor yo'g'i farqi yo'qmi demak? Yo'q, gap unda emas. Gap unda emas. Biz misol uchun to'g'ri qabul qildik demoqchi xolos. Biz misol unga nisbatan Misol uchun mana siz telefon qildingiz intervyuga, kelasizlar, yo'q bora olmaymiz, vaqtimiz yo'q, siz to'g'ri qabul qilasiz. To'g'rimi? biz ham xuddi shunaqa. Biz ham shunaqa qabul qildik. Men telefon qildim oktyabr oyida, adashmasam, Elmurod mana shunaqa konsert boshladik. Ko'rgan bo'lsangiz, afisha chiquvdi o'zi. Mana shunaqa boshladik. Kelasizmi? Qachon vaqtingiz bor desam, aka, men bu yil chiqa olmasam kerak, chunki dekabr oyida Amerikaga futbol federatsiyasi bilan ketishim mumkin dedi.
shuning uchun va'da berolmayman, bora olmasam kerak dedi. Ja bo'lmasa ani repetitsiyaga kelmasangiz ham boshlovchilik qilib berasiz, biron bir joyda chiqarsiz desam, boshqa odam qo'yvera qolinglar, men ulgurmasam kerak dedi. Keyin oxirigacha gaplasha olmay boshqa qilib aka men qilib yuboraman, Banisa dedim, odamlarning yuraklari kasal edi, o'shanga olib keluvdim, keyin qilib yuboraman dedi. Keyin ha bo'ldi dedim, bolalarga aytdim, bu yil dekabrda yo'q ekan, Amerikaga ketish kerak ekan futbol federatsiya bilan dedi. Xuddi shunaqa to'g'ri qabul qilib qo'ya qoldik. Ha, mayli deyishdi. Surishtirmadik, boshqa. Bo'lmasa boshqa joydan bir boshlovchi anaqalarni harakatini qilib qo'yish kerak dedi, o'rnini yopish uchun. Keyin menga u qaytib chiqmadi. Men yana Telegramdan yozib yubordim. Nima bo'ldi? Bo'shadingiz, больницаdan chiqdingizmi dedim 3-4 kundan keyin. Janglar o'tuvdi, adashmasam unda. Keyin ha aka, men Turkiyadaman dedi. Kelsangiz bir ko'rishamiz dedi. Lekin Toshkentga kelganiga mana 15 kun bo'ldi, hali telefon qilmadi, yo'q yozgani ham yo'q, keldim deb. U ko'rayotgan bo'lsa o'zi biladi, haligacha aloqada yo'q, yozganim turibdi lekin. Toshkentga kelsangiz aloqaga chiqarsiz, ko'rishamiz. Uni to'g'ri qabul qilish kerak. U balki Husayn emas, Elmurod tanlov ekan u. Biz hech qachon Elmurod keyingi yil chiqmasin yoki Sitora o'tgan yil chiqdi, bu yil chiqmasin. U narsa o'rniga yo'q. boshqa odam olib kelaylik degan gaplar bo'lmagan. Hammani o'zini o'rni bor. Hammani o'zini kallasi, o'zini tanlovi bor bo'ldi. Biz Keyin afishaga keladigan bo'lsa, misol afisha chiqqandan keyin telefon qilyapman. Biz uni afishaga chaqirib, uni ovora qilib o'tirgimiz ham kelmaydi. Chunki undan oldingi yili men syomkaga tushganda o'sha ahrana bo'lib turganda nazokat jangovar sahnalar reklamaga olinganda fotografni o'sha joyiga chaqirib rasmlarga olib olganman afishalarni. O'shanda tushgan rasmi bor, lekin undan oldingi 3 yillab afishaga tushib bering deb chaqirganda kelmagan, vaqti ham bo'lmagan. Rasm tashlab yuborganda men doktorni Shurikdek doktorni internetdan sketchat qilib, elim yuzini qo'yib, maska taqib afishalarga yasab qo'yganman. Endi bu gaplarni nima aytayotganini bir og'iz aytib o'tib ketaymi? Xafa bo'lmasin, afishada o'zim yo'q edim-ku, demasini Nimaga aytib qo'yaman. aytayotganini bir og'iz aytaman. O'sha Mirshakarni ko'rsatuvida men afishada ko'rdim konsert bo'layotgan degan o'zi gapirib qo'ydi. Menga indashmadi dedi. Biza hech kimga hech qayerda Elmurod bunaqa qilib ketdi, bekor ana qildi degan gaplarni gapirmayapti. Bu narsa bizga noto'g'ri ta'sir qildi, tushunasizmi? Bizani konsertimiz qishdan yozga ko'chib qolgani yo'q. Har yili bo'ladigan Cheslada bo'lyapti. Tushunasizmi? Mana afishani sababini aytayotganini sababini tushuntirib qo'yaman. Menga indashmadi. Bo'lmasam boya aytdim-ku, biz vashchi bu haqida gaplashishimiz ham kelmayapti, chiroyli o'tib ketish. Maqsad shu edi. O'sha imonni chiqib turib, endi u ham xuddi mana ommani oldiga chiqib aytayotdi-da. Bir og'iz o'zimizga telefon qilib so'ragani yo'q, nimaga afishada yo'qman demadi. Hech narsa demadi, shartta chiqib turib, "Men afishada ko'rdim konsert bo'lishini, meni taklif qilishmadi" dedi. Vaholanki u intervyu Qobilli telefonidan keyin bo'lgan. Tushundingizmi? Xalqda hozir shunaqa narsa bor. Shunaqa biz aybdorga o'xshab qolyapmiz, ko'pchilik shunaqa yozyapti. Elmurod ko'rayotgan bo'lsa, chiqishtirmadilar, Elmurod boshqa nomerimiz hali ham o'sha. Biladi. Ofisimiz o'sha. Sizga bo'lgan nima deydi? Hurmatimiz, fikrimiz, iliqligimiz hali ham o'sha. Siz yurgan yo'llarda biz yurganmiz, u yo'llardan o'tasiz. Bundan oldingi yillarda 4-5 yillab, 10 yillab davomida bu yil konsert bormi, nima bo'lyapti derdi. O yozib boshdi mayda. Lekin yo'q. Balki vaqti yo'q deb qo'ydi, bo'ldi, vaqti yo'q ekan. Oqsoqol nima deydi bunga? Shu komandada. Bizda yomonligimiz yo'q. Tushundim. Sizni fikringiz. Men boyagi gapingizni o'ylab o'tiribman. Bitta ikkitasi chopildi dedingiz-ku. Dizaynni hech kim chopmagan. Dizaynga nechtasi kelib ketgan. Dizaynning o'zini maktabi bor-da, Bosit. Siz bilasizmi, yo'qmi? U maktabdan hozir bunda millionni gullatib yurgan, Bravoni gullatib yurgan bolalar bor. Dizaynni maktabidan chiqqan. Elmurod ham xuddi shunaqa dizaynni maktabidan chiqqan, o'sha bolalarga o'xshagan bitta o'quvchi. Ochiq oydin gapiradigan bo'lsa. Biz qo'limizdan kelgan poddershkani berganmiz Elmurodga. Mana bugungi kunda yurish-turishini ko'ryapsiz. Menimcha behurmatli oilasiga, o'ziga nisbatan unaqa narsalar bo'lmagan. Darsi shunaqa bizada. Prosta
o'zidan o'zi jim bo'lib ketib, o'zidan o'zi mana bunaqa bu yerda bundoq gapirish endi u yaxshi emas. Bilasizmi menga nima yoqmaydi? Mayli qayerdadir nimadirdan xafadir balkim, biz bilmaymiz. Eng yomon ko'rgan narsa mana ras xapami, ichida nimadir bormi? Gapirsa, mani qabul qilaman-da. Tumshayib o'zidan uni tilida yursa qonim qaynaydi. Undan ko'ra gapir yuziga. Mana bu joyda mana bunaqa qildingiz, mana bunaqa qildingiz. Shuning uchun men ko'nglim og'ridi, xafaman deyish kerak. Bitta Elmurod emas, o'zi umuman. Men ichimizda ham misol uchun men urushib ketsak ham ochiqchasiga gapiramiz bir-birimiz bilan joyida. Gaplashib olinadi, короче. Ochiqchasiga tumshayib qilib yursa qonim qaynaydi. Unaqa inson ko'p meni hayotimda, unaqa inson tiqilib yotibdi. Tumshayib o'tda yuradi, o'tda kimdandir nimadir eshitgan buni. Hozir ham tumshayib o'tirib komment yozayotgan bo'lishi mumkin Abdurahmon. Bo'lishi mumkin, ikkinchi profilidanmi, boshqasidan bir. Ikkiga bitta narsani bilib qo'ying, u shogird bo'ladimi, bizlar bilan 5-10 yil ishlaganmi, o'zingizni uyingizni, bolangizni nima xohlayapti, nima u qiyshayib qoldi, nima endi ariyoqqa ketib qoldi, nima kelmayapti, siz uni juda yaxshi bilasiz. U shart emas, anta o'zini opravdat qilib bundoq qilish. Uni bilasiz u odam. Meni bu yaxshi biladi, buni men bilaman. U narsa bekitib, qiyshayib bir-biriga unaqa Bizda to'rttalamiz bundoq ko'zimizga bundoq qarasa bo'ldi, bilinadi. Bu Endi yangi kelayotgan odamlarni gaplashinglar, ko'payib ketdi. O'zi bu gaplarni gapirish niyatimiz yo'q edi, to'g'risi bor. Tushundim. Izan jamoasi Elmuroddan xafami? Yo'q. Xafa emasmi? Yo'q. Bo'ldi, temani. Mani ko'nglim birdek. Bo'ldi, zo'r. Hech kim xafa emas. Hech kim U kelsa yana o'sha haqiqiy qiy-qiy ofisda bo'ldi. Bo'ldi, tushundim. poyezd davom etadi yo'lida, undan oldin ham davom etgan, undan keyin Poyezd ketaveradi, chiqdi, tushgan tushib qoldi. Biz yo'ldan. Nazokat, sizga yuzlanamiz. Konsert. Boshqa konsertlarga qaraganda bu yil nima o'zgarishlar bor va nimadan siz mazza qilyapsiz? Qobil o'zini keladi. Qobil nazoni nimadan mazza qilayotganini men juda yaxshi bilaman. O'zi aytsin chiqani. Ayt, o'zingiz fikringizni nazar tutyapsiz. Bu yilgi konsertda nimadan mazza qilyapsiz? Ayting. Faqat mazza qilish emas, shunga yarasha mas'uliyat ham bor-da. Yo'q, u prosta sanga nima tarafi yoqyaptimi? Jabiy siz repertuarni narsalardan mazza qilganda, siz mazza qilish deganda, hali baliq o'sha suzib o'ynaydi odam obrazini, rolini. Shuni aytmoqchiman. Nazokatga nima beryapti? Kimni rolidan mazza qilyapti? Bu yil konsert nimalardan mazza unga? Setor erga tegib ketgan. Yolg'iz yagona qiz bo'lib. Bu yoqda Setor ham mazza qilyapti, bu yoqda bu mazza qilyapti. Ikkalasi mazza qilyapti. U chet elda yuribdi, bu yoqda yuribdi, mazza. Yo, ko'proq qaysi obrazda kang Bu nazokat ko'payib ketyapti. Nazokatga savol berdim. Yo, men siz savolingizni tushundim. Endi obrazni aytmayman-ku, to'g'rimi? Yo, shu qaysi vaziyatda Hammasiga ruxsat olganman men. Mas'uliyati cheklanmagan jamiyatda. Mazza qilib ishlayotganim bu yil mas'uliyatim kattaligi, rolim ham ko'p. Hali umuman o'ynab ko'rmagan, o'zim dash tasavvur qila olmagan obrazlarim bor. Aytganlaridek o'sha repetitsiya jarayoni ko'pchiligimiz bu yil dirishtkam aytganlaridek shou bo'lib o'tyapti. Kayfiyatda, o'tgan yili balkim undan oldingi yili ham yaxshi energiyada bo'lgandir, lekin bu yil qanaqadir bilmayman, hammada vaqtida kelish, repetitsiyaga hech kimda kech qolish yo'q, hammada yonib turgan narsa bor. Bu yilgi konsertda o'zgarishlar nimalar haqida mumkin bo'lsa ochiqlab beringlar. Bu konsertda bo'ladigan narsasi to'g'risida gaplashaylik. Ya'ni odamlarni biletimizni olsin, konsert kelsin degan maqsad emas bugungi suhbatdan ham. Shundoq ham keladi, xudo xohlasa. O'z konsert qachonligini aytib o'tingiz bo'ladi agar mabod. 7-dan 12-dekabrgacha xudo xohlasa Xalqlar do'stligi san'at saroyida dizayn jamoasini tarqaladi degan Biletlar saroy kassasida. Etiketda. Okey. Ana endi aytinglar, bu yil nima konsertda bo'lishini. Ya'ni shou deyapsizlar, bu umumiy Shu savoldan boshladingiz. Endi javob beramiz deganda boya gap tiqdingizda shu bilan boshqa o'tib ketib qoldik. Shu men bugun atidan aytib savol beryapman. Chunki sizlar tayyorlanib olmaylik odam. Biz tayyorlanib, biz turib keldik uyg'onib. Xo'p. Qo'shilgan insonlar, qo'shilgan emas, taklif qilingan insonlar bu yil juda ko'p. Buni Dilsha degan aytsalar, hammasi hech qanaqa sir emas. Boshida o'zimiz uchun sir bo'lib turdi, chunki ularning aniq javoblarini bila olmayotgandik, to'g'rimi? Mana misol uchun Shahlo bilan qo'ygan videoyimizda ham yo'q. Boshida. Haqiqatda o'sha kuni hali noma'lum edi u narsa. Kim o'ynaydi? Shahloni o'zini
действительно shu mavzuni ochmasdan turib chaqirib oldik o'sha kuni. O'zidan bitta gaplashib ko'raylik. Telefonda gaplashganda yo'q deb yuborish oson. Vaqtimi yo'q deb yuborish osonda. Ko'zingiz bilan qarab turganda qiyin. O'sha yerga chaqirib, o'sha yerda gaplashdik. Shunaqa. Okey. To'g'ri. Shu boshida intervyuni boshida bolalar aytib ketishdi-yu. Oldingi yil konsertdan unaqa ko'nglimiz to'lmadi deb. O'shaning uchun bu yil endi boshida biz yig'ilib maylis qilamiz-da. Nima qilamiz bu yil? O'shandan Sadilla aytgandek, bu yil ham o'sha azartda bolalar oldingi yildan ko'ngil to'lmagan, hech qaysi yil qilmagan ishimizni qilmaymizmi degan narsa bo'ldi-da. Ancha yildan beri bu narsani biz niyat qilib yurardik. Lekin borib gaplashmasdik. Shuning uchun bu yil konsertimizda xudo xolisa juda ham katta shou programma. Hech qaysi konsertda bo'lmagan yangi narsalar, biron martalik. Misol arzon 1, arzon 2, arzon 3 deylu, unaqa narsa yo'q. Va sahnada yollanma aktyorlarimiz, xudo xolisa, ham ustozimiz, ham akamiz, ajoyib komik aktyor Muhammad Abdulxayrov. Xudo xolisa, bu yil dizayn shouda Qaysidir ham ishlovdilar sizlar. Shahlo xonim Zoirova o'sha Million Bravo'da ijod qilgan sinimiz. O'shalar uchun ataylabdan mana bolalar o'tirib sahna yozildi, rozi bo'lib keldi va Bravo jamoasidan Ahmad Temirov taklif qilindi va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Umida Mirhamidova. Juda ham chiroyli, hammasiga yarashadigan sahnalar qo'yilgan. O'ziga yarashadigan qo'yilgan. Juda ham chiroyli, xudo xolisa. Boshidan o'zimizning ko'nglimiz to'lib kelyapti. Hozir Xudoga shukr, qo'shilyapti narsa. Bizda narsa qo'shilyaptimi ko'nglimiz to'ladi. Nimagaki o'sha qo'yilayotgan narsa to'g'ri narsa ekan. Qolganiga endi muxlislar baho berishadi. Shu keyin yana bitta meni xursand qilayotgan narsa, bu yil shaxsan o'zim mazza qilayotgan narsam, ustozlarning yo'nalishidan narsalar olganmiz. O'zimizga noodatiy bo'lgan narsalar yozganmiz ijod davomida. Har doimgi qilishimiz mumkin bo'lgan hazillardan tashqari boshqacharoq yondoshishga ham harakat qilganmiz. Va men o'ylaymanki, boya Qobil aytganidek, hammani mana shu O'zbekiston xalqidagi hammani, deyarli hammani hayotida, turmushida, yashash tarzida uchraydigan narsalarni qo'yishga harakat qilganmiz. Ya'ni hech kim uchun begona mavzu bo'lib qolmaydi bu mavzuda. Hamma uchun o'sha hayotida, oilasida, ko'chasida, ishxonasida bo'ladigan mavzularni qilganmiz. Demak, Ahmad Temurov, Umida Mirhamidova, Muhammad Abdulxayrov va Shahlo Zoirovalar qo'shilgan. Voy bitiga bit boshladilar bular. Yonlanma degan narsa bo'ldi. Demak, soqqasini bergansizlar, berasizlar polibom gonorarini, ya'ni ular bu jamoani ichidami yo bu yilmi faqat? Rashid aka? Yo, u endi ular hozir aytiladigan gaplar emas. Konsertdan keyin hal bo'ladi, ularni tanlovi ham. Balkim, ha. Xo'p, yana nazorga sizga murojaat qilaman. Bu jamoadoshlik bilan qilinayotgan yumor jamoalari orasida bularni hozir tomoshabin ko'rgan gigantlar turibdi-da, Shahlo misol. Xavotir bormi yo'qmi? Yo'q bo'lib ketishingizdan ular orasida. Yo'q bo'lib ketishdan emasman. Yo'q, ketib qolish demayapman. Ko'rinmay qolish ular orasida demoqchi. Aytavering, rostini ayting. Kim aybdor mana shu narsaga? Aytavering. Yo'q, aybdorlik emas. Uni roli o'zi Shahlo bilan partner. Men Shahlo opa bilan birga rol o'ynashim. Endi bar Shahlo opa necha yildan beri sahnada ishlab kelgan. Endi ular ham ustoz qatori aslida. Barabar ijod boshlashgan. Men Shahlo opani shunaqa biz bilan birga chiqishlarini eshitganimda xayolimda unaqa narsa o'tmadi. Xursand bo'ldim. Nimaga? Kuzataman, har bitta rollarini ko'rganman, o'sha ijrolarini ko'raman, o'zlarini shaxsan taniyman. Baribir mana o'tardi xayolimdan. Masalan, Shahlo opa bilan birga bo'lib qolsak, sahnadami, syomkadan, boshqadan. Qanaqa bo'lar ekan ishlash bu odam bilan? Bo'ladi-yu, nima olishim mumkin o'zimga degan savol. Qanaqa olish? Nima bo'lishi mumkin? Shu uchun men rosa ham xursand bo'ldim. Bu ham bitta omadda. Mana hozir sanab bergan o'zi shundoq ham eng zo'r jamoa bilan ishlayman. Eng zo'r jamoa bilan ishlayman. Nima qiladi? Bu gapiryapti nazorga. O'tganimda gapirmasdi. Bu yering gapiryapti. Hammaga nisbatan eng zo'r jamoa. Ta'kidlayapti. Men uchun eng zo'r. Nazoyan pul topyapti-da endi. Ishni men shuni Mana gapirguncha qaysi jamoadan qo'rqardingiz? Yo'q, hech qaysi jamoadan nimaga qo'rqaman? Hukumat qilaman faqat. Meni o'zimning fikrim ham shunaqa. Eng zo'r jamoa bizning jamoa. Xo'p. Shaxsan o'zimning fikrim shunaqa. Xo'p. Eng zo'r jamoa bilan ishlardim. Bu yil yana 4 ta qo'shimcha
o'zini ishini ustalari bilan birga ishlash bu omadli bo'lganim uchun bo'lsa kerak. Ha, tushunarli. Endi hammada baribir navbatchi xavotir bo'ladi baribir. Bu yil konsert oldi, nimadan ko'proq qo'rqish yo xavotir bor hammanglarda ichinglarda. Baribir bor, nimadir, to'g'rimi? Yo yo'qmi, o'yering masalan, nimadir borini aytinglar. Qanaqa xavotir bor, qanaqa qo'rquv bor o'shaga? Mani xavotirimni endi men o'zim bilaman bo'ldi. Aytmayman. Sadalar. Mani xavotirim bu yil birinchi marta jonli ijroda qilyapmiz. Mana bu bizga katta eksperiment hozir. Mana shuni xavotirdaman. Shu qanaqa bo'lar ekan? Bizni xohlagandek, bizni kutgandek bo'larmikan yo u darajada bo'lmasmikan? Shuni o'ylaymiz. Chunki to'liq jonli ijroda bo'lyapti. O'sha sostav bilan aytiladigan qo'shig'i ham, boshqasi ham hammasi jo'y bo'lyapti. Birinchi marta 100% Birinchi marta jonli. 100% jonli konsert beryapmiz biz. Instrument orkestr bilan birinchi marta. Qo'shiqlarni ham jonli etib, misol uchun biz orasida qanaqadir qo'shiq aytishimiz mumkin, jonli, ya'ni parodiya qilib, degan aytadi Qobilaman, kelib Abdurahmon ham aytadi. O'shani endi to'liq jonli qilib olganmiz-da hozir konsert uchun. Joy-joyiga taxlab olishimiz kerak. Musiqalar biza bilan tushib keta olaydimi, moslasha olaydimi? O'sha narsalardan ozgina xavotirlarimiz bor, xolos. Unaqa majbur qilishlar jonli qilishga. Hayot. Hayot. Qilmasanglar ham o'tyapti konsertinglar. Men o'zi necha yildan beri aytib kelaman, jonliga o'tishimiz kerak, jonli baribir Qiyinroq narsa qilish kerak. Oson o'tib ketavermaydi-ku. Ko'rish kerak Sal baribir. odam o'zini ham qiynash kerak-ku. Xo'p, tushunarli. Sizni xavotiringiz, qo'rquvingiz. Mani xavotirimmi? Mani xavotirim konsert o'tadi, jonli emasmi? Asosiysi sog' salomat. Beshkaz hammamiz chiroyli qilib o'tkazib olaylik shu xavotir. Qolgani o'tadi. Ungacha ham o'tgan. O'tgan, bundan keyin ham o'tadi. Asosiysi shu jamoa hammasi sog' salomat beshkaz o'tkazib olaylik. Amin, amin. Eng katta xavotir shu. Azokatxon. Xuddi shu gapga qo'shilaman. Endi shuni gapiraman deb turdim. Gapirib. Menimcha hamma sog' bo'lib o'tkazsa shudek muhimi. Ne dilishgan qarosi. Chunki bu narsani aytayotganimiz, bu narsani biz his qildik-da. Ha, oldingi Sahnada his qildik, juda ham og'ir. U o'zimizdan o'tganini o'zimiz bilamiz. Ko'rsatmaslikka harakat qildik, baribir. Lekin usiz yil bo'lmagan bilasanmi? Har yili kimdir anta kapelitsan sug'urib sahnaga chiqadi. Har yili. Chiqqan-da, lekin reanimatsion holat bo'lgan. Sahnaga chiqqaningizda men bundoq chiqib, birinchi man chiqqanman deyapti. Chiqib turib, shunda parda orqasiga qarasam, har doim kichkina bo'lib turganlar-da. Men ko'zingiz qo'niydi-da, bundoq qaraganingiz. O'sha paytda bu inson umrlari uzoq bo'lsa, reanimatsiyada yotganlarida shuna qaraganimda yo'q edi o'tda turgan joyida. Har shuncha yil turgan bo'lsa, o'sha inson yo'q-da. Men ichimdan nima o'tgan o'zim bilaman, lekin o'zim ishlagan. Shu narsadan xavotirdaman. Shu narsa siz Xudo xolisa chiroyli o'ynab kulib 12-da parda yopilgandan keyin bir-birimizni bag'rimizga bosib, shamollamasin ham. Qaysi duolarni so'ragansiz? Bunaqa she'rlarni aka. shu narsadan xavotir. Hozir ham so'ralyapti. Hozir bular faqat duo oladigan pozitsiyaga o'tib olganlar. Duo qiladigan emas. Faqat duo yotibdi. U konsert o'tadi ham, pul ham, boshqasi ham, hammasi o'tadi. Lekin bilib qo'yinglar, biza pul uchun konsert bermayapmiz, aytib qo'yinglar. Somsa deyish yaxshimi deyman? Somsada emas, mana pul uchun konsert bermayapmiz. Mana bizning shosh kabobimizda ham hali unaqa ish zo'rligida emas gap. Prosta yo'q, men ochuvga mana konsertga o'sha harakatni boshlashimizdan oldin men o'zim gapirdim shu gapni. To'g'rimi Abdurahmon? Bu yil rasxoddan qochmaylik. Nimaga bo'lsa ham rasxodimiz konsert uchun qilinadi. Reklamagami, ekrangami, anaqa ssenagami, dekoratsiyagami yoki bo'lmasa masovkalarni pulga olib kelasizmi? Hech narsadan qismaylik dedim rasxod. Mayli. Kam pul olaylik, mayli. Balki boshqa olmasmiz balkim pul, lekin чтобы sahna mushniy bo'lsin. Gapirishim kerakman negativchilarga. Negativ yozishdan oldin bitta narsani bilib olaylik. Hozir men raqamlarini so'rayman. 50 ming dollar ketadimi konsertga? Ha? Men Nima? bilmayman konsert qilmagan. Boshlanishiga Kuniga 100 100 mingga boradimi? O'sha.
mana nima mehnat turadi o'rtoqlar. Shuni hisobini olaylik negativ yozishdan oldin. Gap pulda emas, aka, u pulni eshitmayman. Pulga U shaqar pulni qilamiz, yo'q, mayli. yo bir kunlik konsertni o'tishiga 3 ta pochka tayyorlab qo'yavering, aka. Bir kunlikni o'tishiga, rasxodini o'ziga. U pulni top degan, u pulni ishlat degan, qanaqa pul ko'r degan, boshqa ham. U narsani biz ko'rmaganmiz-da, shu pul hozir antga $1 million qo'yib qo'ysa, lekin bitta odam bo'lmasa, anta yotsam, qani yoqadimi o'sha pul? Da. Yoqmaydi. O'shadagi labbay nima yig'iladi xossiz aka? ayo normalniy Yo'q, aka, qiziqdim men hozir nima yig'iladi. Yo, Narsalar yig'iladi. Xossiz aytmayman men nimaligini, nimadan xavotir olishimni aytmayman, nimadan qo'rqishimni aytmayman dedingiz. Menimcha bolalar gapirib qo'ydi u narsalarni. ko'rga qassoq tushuntirib qo'ydi-ku. Shuni aytaman, bolalar O'shanga gapirib qo'ydi. yig'ladim. Faqat shunga. O'ylaysiz, bular meni yaxshi ko'radi, men bularni yomon ko'raman. Iya. Biz ursak ham bir-birimiz bilan bosh qilsak ham baribir shuncha yildan beri Men shularning akasiman. oiladek Nima bo'lib bo'lsa ham, ketganmiz. janjal Qobil bo'lsa bilan ham. tanishganimga 25 yil bo'ldi. Ana. 25 yil, bu kichkina so'roq emas. Уже 6-7 yil oldin chiqqan bo'lardi Qobil o'zi. Mana o'shanda aytganda, Qobil dadam bir kun prikol qilib. Qobil dadam 15 yoshda tanishimizdim, 22 yil bo'libdi tanishganimizga desam. O'shanda seni o'ldirib yuborganda, hozir chiqqan bo'ladi tamodan deydi. 10-12 yili chiqib Deb hazil qiladi. Lekin hozir bitta oila bo'lib ketganmiz. Realni bitta joyi bunda tilinsa ham, yirtilsa ham, mavtumda achiydigan bo'lib ketgan. Shunaqa darajada bo'lib ketgan bir-biri. boya Abdurahmon alamda gapirdi, Qobil, Sadilla men alamda gapirdim. Orasida sizni o'zingiz ham jahlingiz ketib qoldi. O'sha alamda gapirilgan gaplar, hurmatli aziz tomoshabinlar, yurtdoshlar, musofir yurtida yurganlar, faqatgina negativlarga tegishli. Dizayn ashaddiy muxlislari, san'atsevar xalqimizni, bizning mehnatimizdan to'g'ri baholaydigan insonlarga menimcha gram tegishli emas. Faqatgina bizga o'sha negativ yozgan, noto'g'ri talqin qilib kelayotgan odamlarga. Masnovidni negativ yozgan. Da. Nisbatan. Bilmay turib. Shu o'tkida uni tarixiga muhrlab qo'yaylik o'rtoqlar. Mana shu suhbatdagi ijobiy har bittasiga bittadan komment yozinglar, mazza qilsin. Ya'ni bugun bor odam ertaga yo'q. Qancha odam o'tib ketdi mana. Hojiboyev, Obid Asomov, Sobit Asomov. Xullas, bular ham o'tib ketadi degan ma'noda aytmayapman. Har bir narsa Abdurahmon yaxshi gapirdi, hamma narsa o'tib ketadi. Men umumiy bir yana savol bermoqchiman. Bugun millatni, bugun vatanni, bugun O'zbekistonni harbiy bilan qarashinglarda global muammosi nimada? Global muammosi, O'zbekistonning global muammosi. Millatda. Ba'zi bir odamlarning o'zida-da. O'zimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Fikrimizni, niyatimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Juda ham bir haligi agressiya bilan, negativ ko'zlar bilan haligi biron bir gapni eshitib qolsak, uni yaxshi tomonga yo'ymasdan yomon tomonga yo'yishdan o'zimizni asrashimiz kerak. Bu qaysidir ma'noda siz qarashingizda global muammo. Endi bizani xalqimiz mana shunaqa xalqda, bir-birini duo qiladigan, Agressivniy. turadigan, kamtar, oddiy, andishali. To'g'ri, bor shunaqalar, andishani otini qo'rqoq qo'yib olib, borgan sari boshingga chiqaveradi. Indamas ekan debdi. Lekin unda qaddingni tik tutsang, keyin biladi u yiqilgandan keyin. Bunga teg bo'lmas ekan deb. Yo'q. Bizda ham yurak bor, bizda ham qalb bor, bizda ham mana ko'rasiz, yig'laymiz, biz ham insonmiz. Bunaqa joy yozib tashlash kerak emas. Odam o'zini to'g'rilab olish kerak. Mana fikri. Kallan to'g'rilab olsak, Xudo xolisa, yaxshi tomonga. Zo'r bo'ladi hammasi. Sizlarcha nazaringizda nima global bugun muammo? Millat uchun, vatan uchun. Mana orqali ko'rish, yig'ishtirish kerak hayotni. Hayotni o'z ko'zi bilan ko'rishni boshlash kerak. U faqat bizning yurtimizda emas, bu butun dunyoda bo'lib kelayotgan muammo. Abdurahmon. Shuni aytmoqchi edim mana biz. Hozirgi yoshlarni telefondan. Chunki ichida nima ko'ryapti, nima qo'yyapti, ota-ona bilmaydi-da. Real. Oladi telefonni, maktabga ketadi, maktabda nima ko'ryapti, nima qo'yyapti, hech kim bilmaydi. Shu narsani kamaytirish kerak. Yo'q, men u ma'noda emas. Men aytmoqchi bo'lgan ma'noyimki,
mashindan o'rnik olib hayotni shunga qarab tatbiq qilishyapti-da. shuni O'sha keng qilib olgan anaqangizda shuni qanaqadir endi uni qanaqa yechimi bor unisini shunga nisbatan ham hozirgi yoshlar ani yuragi tor, agressivniy, dunyoqarashi o'zgarib ketdi. betga chopar, ko'chada ko'p unaqalar. Bir narsa nima edi, nima? Ha, deydigan bolalar ko'p hozir. Bir shapaloq urib aytib, bir burchakka tiqib qo'ysiz unaqa bolalar. Yosh bolalar. Bolamiz tengi bolalar jo'ja xo'roz. Xuddi shunaqa agressiya kuchli, nimadirlarga nafrat kuchli, hayotni yashash ritmi tezlashib ketgandek-da. Tezda nimadir bo'lib qolishdi, tez borib uy-joy olib, tez borib mashina, tez hamma narsani zo'r o'tib ketsan, 2x da hayotda yashab qo'yishyapti. Men shunaqa tushunyapman. Imенно Tez yoshlarda yashayapmiz rostdan. hamma narsa как будто yashash ritmi tezlashib ketgan. Bunday gaplashsangiz ham bugun men buni qilib keldim, men buni qilishim kerak, buni qilishim kerak. Ani o'ziga ham vaqt bermaydi u narsaga-da. Shu xayolni tuzib bo'lmaydi. Ha, qarang, bugun bitta ish qildik, siz bilan intervyu oldik. Bugungi ishimiz kech bo'ldi shu. Shunaqa. Odamlar hozir hamma gapni qo'shib tegidek narsani olib chiqadigan bo'lsam, noshukur bo'lib ketgan tamom. Shukur qilishni bilishimiz kerak har bir sekundga, har bir odam qadriga, har bir yeb ichganimizga, balki o'sha yeb ichganimiz kichkinaroqdir, kattaroqdir, yo'qdir, shukur qilish yo'q. Hammasiga tez erishish kerak, tez bo'lib qolish kerak, o'sha aytgandek ko'rgan narsasiga tez erishish kerak. Hamma narsa ham videodagi bo'vermaydi, kinodagi bo'vermaydi. Chet el kinolarini ham hayotda qilmaysiz, erisha olmaysiz, unaqa qila olmaysiz. Hayot boshqa narsa. Shukur qilish kerak. Ha, shukurga taqaladi. Hammasini yig'ib olib kelsa, hozir sabr shukurga taqaladi. Bo'ldi. U narsa yo'q hozirgilarda. Instagramda qo'yishadi videolarni. Ayni oilami, bitta qizmi misol. Voy, mana bunaqa joydamiz. Yo'q, qanaqadir gelik, katta uy, nimadir havas qilish kerak. Undan oldin o'sha narsasiz ko'chada boshpanasiz o'tirganga qarash kerak-da, shukur qilish kerak. O'zingiz turgan pog'onani sezish uchun pastki pog'onaga ham qarang, faqat tepaga qarab ketursangiz, odamzodning ehtiyoji tugamaydi, keturadi u. Qattiq tushib ketasiz keyin. Hamma savollarga javoblar kosa tagida nim kosa bor. Biz suhbat olayotgan manzil aynan dizayn jamoasining taklifi bilan tashrif buyurganmiz Shosh kabob. Buni Instagram orqali tindirmasdan reklama qilishdi, lekin Nadil Sho'dagam, na Sadilla, na Abdurahmon, na Qobil meni bir oz butga taklif qilmagan bunga qadar. Lekin butga men bulardan ko'p keldim. Bolalar taniydi meni. Yana mana shunaqa ko'p kelaversam mashinadan. Necha marta yozdirib ketdingiz da. Ya. Haqiqatan aytaman, shashligi zo'r to'g'ri. Men agarda rejissor ma'qul bilsa, hozir shashlik zakasi qilayotganimizda ham ozgina atrifga olib qo'yamiz. Yevoradigan-da, lekin shashlik. Farxatskida Fanon zavodi yonida kelaveringlar. Konsertdan ham ko'p reklama bo'lib ketdi. Konsert shashlikda bo'lmaydi, o'rtalar turishmaydi bo'ladi. Xullas, Qobil Karimberdiyevga tayyor bo'lsanglar savol beramiz. Aynan siz otingiz yozilgan ekan. Muxlislar savollar. Qobil Karimberdiyev nega artistlarni kam hazil qilib qoldilar? Oldinlari ko'p bo'lardi. Sababi? Sababi hozir ko'proq to'g'risi har yil aytaman, ana mediaga tegmasin deyman birinchi o'rinda. Yo'q, boshqa mavzu qilib chiqishim kerak deyman. Yoki o'sha blokka o'tirib yozmasdan o'sha kuchni boshqa sahnalarga tashiy deyman. Shu maqsadda. Bo'lmasa chiqsam chiqaveraman. Lekin Qobilli savoliga men ham javob berib ketaman. Bu yil zo'r tema tanlagan edik даже bir kishi. Va bir kishilikka boshqa mavzu. Juda boshqacha mavzu, yangicha o'zini yo'nalishi bo'lib qoladigan narsa tanlaganmiz. Bu yil ulgurmasak, keyingi yil qiladi o'shani. Fiziki ulgurish qiyin bo'lib qolyapti. Orada chiqib, yana keyingi sahnaga tayyorgarlik qilguncha ulgurmayman deb ko'pincha qoldiriladi. Lekin chiqsam chiqaveraman. Endi mediaga tegmasin degan narsa birinchi o'rinda turadi baribir. Assalomu alaykum, Cho'tka TV boshlovchisi, yaxshimisiz? Savolim dizayn jamoasiga shuki, agar jamoadan kimdir ketsa, o'rniga boshqa biron bir nomzodni ko'rib chiqqanmisizlar? Masalan, Otabek Mirzaxolov kabi qiziqchilarni javob uchun oldindan rahmat. Tojikistondan kuzataman sizlarni. Ayni paytda o'qiganingiz uchun rahmat. Parvizdan salom deb qo'yinglar. Salom deb qo'yinglar. Iltimos. Parviz. Siqilmang. Bu muammo sizni qiynamasin. Siqilmang. Parhez qilish kerak, Parviz. O'ylamayman. Agar esingizda bo'lsa, sizga beruvmidi bu javobni yo boshqaga berganmizmi? Mana shu 4 kishidan boshqa kimga intervyu bir kishi ketadigan bo'lsa, bo'ldi, dizayn to'xtaydi faoliyat.
to'xtatamiz. Yo'q, to'xtatamiz. To'xtamas iloyim. 100 talik. Tushundim. Keyingi savol ham shunga o'xshash ekan, baribir bir shaxs bilan bog'liq bo'lgani uchun beraman. Bost Ali deb yozilgan ekan. Elmurod Haq nazari dizayn jamoasi uchun shu kunga qadar nimalar qilib bera oldi va Elmurodni o'rni dizayn jamoasi uchun qanday? Elmurod qo'lidan kelgancha har doim yonimizda turgan. Biz ham xuddi shunaqa uni yonida turganmiz. Shu boshlovchi kerak bo'lsa boshlovchilik qilgan, rolda o'ynash kerak bo'lsa rol o'ynagan, boshqa qilgan. Imkoni qadar har doim Foydasi tekkan. bir-birimizni qo'llab-quvvatlashga harakat qilganmiz. Foydasi tekkan. Tekkan, tegmagan desa ham noto'g'ri bo'lib qoladi. Dizayn uchun juda katta mehnat qilgan. Foydasi tegan. Mehnat qilgan. Mehnatiga rozi bo'lsin. Bo'ldi, shu javob. Keyingisiga o'tamiz. Assalomu alaykum Cho'tka TV jamoasi. Abdurahmon aka. Chingizni jamoaga chaqirganda nega kelmadi? Chingiz yoki rad qildimi? Chingizni qachon chaqiruvdingiz? Boya aytolmanu, buqa tug'ibdi. Biz Chingiz chaqirmagan. Chingizda Голосовой ovoz yozganmiz. ovozidan foydalanganmiz konsertda boshlanishida. Bazilnoyda xush kelibsizlar. Bazilnoyda xush kelibsizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi degan. Shu narsani iltimos qilganman Chingizga. Chingiz голосовой qilib tashlab bergan. Uni keyin muzika bilan montaj qilib xalq do'stligida qo'yganmiz. Lekin uni jamoaga taklif qilmagan. Chingizbek. Assalomu alaykum Cho'tka TV jamoasi. Sizlarga omad, savolim hammalariga. Ancha vaqtdan beri birga ishlaysizlar, lekin bir-biringlardan yashirgan sirlar bo'lishi mumkin. Qanchalik sirdoshsizlar? Javob uchun katta rahmat. Behruz O'zbek. Deyarli hech qanaqa sirim yo'q bularda. Deyarli. Kimda bor ekan? Hech kimda. Hech kimda sir yo'q. O'zi aslida sir bu ikki kishi bilsa u sir emas u. Andijondan Solijon degan yigitdan savol kelgan. Hayotda ham, ishda ham adolatlimisiz? Va adolatliman deya olasizmi? Aslida adolat nima sizlar uchun? Javob uchun oldin rahmat. O'zi adolat qilish qiyin, adolatli bo'lish qiyin. Ko'rsatuv cho'zilib ketadi hozir men agar aytib beradigan bo'lsam. Biz o'shancha kelganmiz. Endi qiyin-da adolat qilishda. Qiyin. Dilshod Musabekov o'ziga nisbatan o'zi adolatlimi? O'zimga nisbatanmi? Yo'q. Yo'q. Adolatli. Yo'q, yo'q, 100 talik yo'q. Biz o'zimizga nisbatan adolatsizmiz. Da qayerdadir adolatli bo'lgandirmiz, qayerdadir. Ke qo'y o'zimni jonim o'zimizga nisbatan bunaqa narsa. hech adolat qilmadik. Adolat desa bir xil faqat to'g'ri qaror chiqarishi nazarda tutadi-da. U adolat ham juda keng so'z-da u, tushunasizmi? Adolat hamma tomonlama bir xil qarash degani u eng adolatli zot Robbimiz bor. Hech qaysi inson to'liq adolatli bo'la olmaydi o'zi. To'roz bo'lmaydi, qiyin, teng bo'la olmaydi. Cho'tka TV jamoasini yuqorida aytganimdek hurmat qilib, hamkorlik qilib kelayotganlarga hurmat qilib taklifimizga yo'q demaganlar kattakon rahmat. Chin dildan bir narsani tilayman. Hech bo'lmadi deganda bir 30, 40, 50 yilligi bo'layapti dizayn jamoasini deb yana suhbatga taklif qilish nasib qilsin. Jamoalarga ham ko'z tegmasin va bugungi ko'rsatuvimizni, suhbatimiz yakunida bir narsa aytaman. Nazokatsiz ham gapirasiz faqat. O'zbek xalqiga, o'zbek tomoshabiniga, dizaynni ashaddiy muxlislariga chin yurakdan har bir odamni jamoa nomidan tilagi, niyatlari. Har bir yurtdoshimizda bor. Farqi yo'q, negativ bo'ladimi, muxlis bo'ladimi, yurtdosh, o'zbegim. Xonadoningizga yaratganning nuri, rahmati, barakasi doim yog'ilib tursin. Biz sizlarni juda ham qattiq hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz. Qanaqa bo'lmasin, sizlarni chehrangizda tabassum ko'rish uchun kecha-yu kunduz uxlamasdan ijod qilishga tayyormiz. Mani tilagim har bir yurtdoshlarimizga mana shu qaysidir hammamizni hayotimizda bo'lib turgan kichkinami, kattami, muammo, g'am, tashvishlar Allohning inoyati bilan tez kunlarda o'tib ketib, faqat kulishib yurishinglarni tilab qolaman. Nima deymiz? Umrlik uzoq bo'lsin. Asosiysi kasal bo'lishmasin. Sog' salomat bo'lib, shu O'zbekiston xalqimiz, muxlislarimiz, yurtdoshlarimiz oilasini baxtiga, farzandlarini baxtiga, ota-onasini baxtiga, bizani baxtimizga sog' salomat va o'ynab kulib, eng yomon kuninglar shu
bizani konsertda o'tirib kulib o'tirish bo'lsa, qolgani zo'r mazza qilib yashaydi. Amin, amin. sog' salomat bo'lishsin, faqat kasal bo'lishmasin. Shu asosiy niyatlarim shu, baxtli yashashsin, kulib maza qilib yashashsin. Amin. Qanaqa muammolar atrofda bo'lsa ham, u hammasi qolib ketadigan narsalar, yutuqlar ham, muammolar ham hammasi qolib ketadi. Baxtli yashaylik bo'ldi. Amin. Man har bitta ustozimning fikriga qo'shilaman. Mana shu gaplarni bitta qilib, men ham sog'lik tilayman, yaxshi kayfiyat tilayman. O'zi eng muhimi sog'likda. Sog'lom bo'lishsin va 7-dekabrda konsertni kutamiz. Baxtli bo'linglar. Baxtli bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlayotgan va bizni qarshi olgan Shoshkovobga alohida minnatdorchilik va alohida Dikord savdo belgisidan biz mana shunaqa sovg'alarni taqdim etamiz. Esdalik sovg'alarini esdalik uchun Rishod aka sizga topshiramiz buni. Bittami? Ya'ni sog' bo'lsin. Bitta bo'lsa ham Dikord ko'p joyga tatiydigan. 7-dekabrdan 12-dekabrgacha havo do'stligidan etiketdan biletlarni xarid qilib konsertga tushinglar va konsertga qadar yigitlarning bo'sh vaqti bo'lganda bugungi suhbat bo'yicha sizlarning izohinglarni o'qiydilar. Ismim Abduvost, kanal nomi Cho'tketova. Xayr, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. Qani kelinglar, oka suv uyda endi. Abduvost aka. Orol aka. Ishoning, bitta oynada ko'rinyapsiz. Bo'g'otda mana. Ora realniy mana shu yerda turibdi deb o'yladim. Kelib ko'rishinglar mumkin. Keyin o'qinglar.